Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar uchun akvesh romlari haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hozir o'sha akvesh romlar o'rnatilayotgan usta akamiz oldiga kelganmiz. Ustaga qarab olasiz endi. Assalomu alaykum. Ustaga, yaxshimisiz? Charchamasdan ishlab olyaptimi? Sizlar hozirgi kunda ko'pchilikga muammo bo'lyapti endi akveshlar qanaqasi o'rnatish, sifatsizlar haqida endi ma'lumot berasigan umidda kelganmiz. Bo'ldi. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlar bersalar. Hozir mana akveshlarimiz ko'ryapmiz hozir. Tushunarli bo'lyaptimi bularga? Ha, xudo xolasa aynalar 2 qavat. Aynalar 2 qavatdan. Bular Aqua Plus 6,5 ming seriyadan. Xudo xolasa bu endi eshiklarimizga keladigan bo'lsak, eshiklarimiz balkon profil laminatsiya eng yaxshi profillarimizni. Ha, profillarimiz ham kelaversalaring ishkalanib ko'rsatasiz. Xo'p, xudo xolasa mana fortishkalarimiz mana xudo xolasa chiroyli qilib ishlarimizni yetkazib berdik. Mana profillarimiz ham balkon profil. Qalinligi mana 9 sm, 10 sm keladi atrofida. Ularda hozir narxi necha bilan to'g'ri kelyapti hozir? Hozirgi bularda narximiz o'sha laminatsiyaligi hisobiga 4 million atrofida to'g'ri kelyapti. Razmeriga qarab jicha bunday bo'lib qolishi mumkin. O'sha laminatligi, profili qalinligi, shumkaligini hisobiga 2 qavat ayna, oshmoshliqlari ham 4 tadan, ruchkalarimiz ham komfort ruchkalar. Eshiromlar o'ziga 5 yildan ortiq kafolat beriladi. 5 yildan ortiq garantiya beriladi. 5 yil. Qulf kalitlari uyda egasini aybi bilan ham buzilsa ham biz kafolatni o'zimiz kelib tuzatib beraverasiz. Demak, bular hammasi sifatli narsalardan foydalanyapti. Mana bularni kelsangiz ham hozirgi kunda bu Aqua Plus Patagonniy mana o'sha Aqua yozuvlari bilan bu 6,5 ming seriya. Ichida ham o'sha metallarini qalin 1-2 metallar qo'yganmiz buni ham. Bulardan aynalarni tellamasligiga ham 1 yildan ortiq kafolat beramiz. Aynalar o'rtasi tellab qolsa o'zimiz alishtirib berib ketamiz. O'zingiz almashtirib berasiz. Hamma shu ichida. Hamma yo'q ichida. Garantiyalar bilan berilar ekan. Endi hozir bozorlarda ko'ryapmiz. Xuddi mana shu razmerda 900 ming, 1 million, 1 million 200 ming atrofida ham eshiklar bor ekan. Ular bilan qanaqa nima qiladi? Ularni nima sababdan arzon ular yoki sizga nima sababdan qimmatroq? Xo'p, bizga endi haqiqiy firmishni, haqiqiy toza Aqua hisoblanadi. Xo'p, ularimiz endi Aqua emas, hamma endi Aqua deb tiliga o'rganib qolingan alyumindan boshqa profil. Misol uchun Kraft profili bo'lishi mumkin, yo bo'lmasam Alisus, Albert, ular shunaqa boshqa firmalar lekin. Hozir adashmasam, hammomda ko'rgandek bo'ldim o'sha Aqua eshikdan. O'sha tushuntirib bersangiz farqini. Mana shu eshikni mana video egasi o'zi olib kelgan ekan, menimcha o'sha bozordan olib kelganingiz bo'lsa kerak. Sizlargidan farq qilyapti, yengilligi ham ancha yengil ekan. Mana shu eshiklar misol 1 million 900 mingdan turibdi. Bular o'sha metallida farq qiladimi, nimasida farq qiladimi? Xo'p, yo'q, bularimiz mana materialimiz o'z nomi bilan mana Kraft deyilgan, Kraft material. Xo'p, bizda bo'lsa bular ham 1 million 200 ming qilib beramiz. Xo'p, jicha yana kelishtirib beramiz. Bozorda hisobda saytmachilik 700 ming, 800 mingga ham turibdi. Lekin bizda ovorib o'rnatib berish ustanovkalari bilan pena, shuruplar hamma yo'q ichida. 1 million 200 minggadir o'sha usta shunday o'rnatib beraverasiz. Bular endi oq materialdan keyin ana bu profillarimizda buni qancha farqi bor. Farqi bor. Bular o'zi yengil bo'lib turibdi, yengilligi. Xuddi o'zi mana narsani faqat nima bas ekan. Mana shu narsani Aqua profilidan bo'lsa, xuddi shu narsa faqat Aqua profil bo'lsa, unaqa pulida farq, ko'p farq qilmaydi. 300 ming, 200 ming, 300 ming farq qiladi. Ustanovkalari ichida. Men o'zim sizlardan qo'ydirganman o'sha 1,5 millionga mana shu razmerda bir 70 mi 80 da meniki ikkita fortishkasidan 1,5 millionga bitadi. O'shanaqa paytlarimiz endi narx-navolarimiz jicha qimirlab qolgan. Bu aprel oyidacha qo'shildi. Kursiga qarab ham o'ynab turadi narxlar. Hozir sizda demak bunaqa agar mijozni talabiga ko'ra arzonroq ham yoki sifatliroq ham yo o'rta holatda qilib beraverasiz. Ranglari qanaqa holatda bo'ladi? Mana ranglari xo'p, mokri ekan. Mokri svet. Hozir ko'proq trendga chiqqan rangimiz shu mokri svet bo'lyapti. Mana hozir bu Aqua Plus bilan mana
fortishka hisobida mana slojniy ochilyapti mana. Ha. Xo'p, endi bu nimamiz endi oddiy hisobda ham mana oddiy bo'lib mana ochiladi. Ochilaveradi. Ikki xil nima Ikki xil, ha. Chunki bu yerda fortishga qo'ymaganmiz, bu shunaqa nima qilganimizda fortishga vazifasini bajaradi. Shunday qilib fortishga vazifasini bajaradi. Ikkita vazifani bajaravergan. Ha. Oddiy nima bo'lib ham ochilib yopiladi. Ha, fortishga bo'lib tepasida telephon ochilar ekan, fortishga Telefon bo'lib ochiladi. Klientimizni talab istaklariga binoan qilib qo'yganmiz. Vodiy bo'ylab bemalol xizmat ko'rsataverasiz. O'zbekiston bo'ylab, ha? O'zbekiston bo'ylab, xudo xolasa haligi kelishtirib, chiroyli qilib beriladi. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishlaringiz mumkin. Mana usta akamiz o'zlari ma'lumot berdilar. Buni bunaqangi HP eshiklarda o'sha 1.200.000 minggacha arzonni qilib berar ekanlar. Olib borib o'rnatib berishi, razmeriga qarab endi 1.5 million ham bo'lishi mumkin. Kattaroq razmerda bo'lsa, bo'lmasa boshqa holatingiz 1.200.000 atrofida olib borib o'zlari o'rnatib berishar ekan. To'g'ri, bozorda bu 900.000 yoki 1 million bo'lishi mumkin, lekin akalarimiz o'sha o'rnatib berish xizmatlari ichida ekan. Endi bunaqangi ishlarimiz o'sha 4 million 100 desa, 4 million 200 desa buni. Ha. 4 million eng qalin profilimiz. Bular 10 yilgacha garantiyasi bor. 10 yilgacha garantiyali bor eshik. Pul kalitlariga 5 yil garantiyasi. Garantiyali eshiklarga o'sha 4 million 100, 4 million 200 atrofida bitar ekan. Endi razmeriga qarab yana qanaqa bo'lishi mumkin. Bundan tashqari o'sha 2 million, 2,5 million atrofida o'sha to'g'ri keladigan nimalarda qilib Ularimizga ham 5 yil garantiyamiz bor. 5 yil garantiyasidan beriladi. Mana shu eshiklarimiz 2,5 million atrofida, mana shu rangimiz ham chiqadi 2 million 600, 2 million 800. Bular farqi bular laminatsiya. Ana u akvaflasimiz bilan birga bir chiqadi. Mokri svet eshiklarimiz ham bor, boshqa. Lekin ularimiz o'sha 2 million 600, 2 million 700 razmeriga qarab o'zgaradi. Bularga 5 yil garantiyasi. Buni laminatsiyaligi hisobiga qimmatroq bo'ladi. Keyin baribir baquvvat bo'lsa kerak, profillarimiz baquvvat bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, bizni kuzatib boringlar. Agar videomiz manfaatli bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishingiz esdan chiqmasin.